Musulmon inson musulmonlik odobiga amal qilib yursa, shuni o'zi da'vat. Shuni o'zi musulmonlikni ko'z-ko'z qilish, shuni o'zi islomni ulug'lashdan iborat bo'ladi. Hozir mana Indoneziya eng katta islom davlati. 220 milliondan ortiq odami bor. Shu yerga hech kim qilich ko'tarib borgani yo'q. Yoki ularni majburlab boshida qamchi ushlab turib, la ilaha illallohni aytasan degani yo'q. Nima bo'lgan? Tojirlar, tijoratchilar borgan. Savdo umidida tijoratchilar borgan, musulmon. Borib o'sha yerda do'konini ochib, tijoratini qilgan, u yerdan yuk olib yurtiga ketgan, yana qaytib kelgan. Yerlik aholi bular farishtami, nima o'zi deb bilmay qolgan. Birovni aldamaydi, birovni so'kmaydi, kiyinishi go'zal, gapi go'zal, yurish turishi go'zal, muomalasi go'zal. Birov adashib pulini tashlab kelsa, orqasidan olib borib beryapti. Hech kimni aldamaydi. Bular ko'rib hayron qolgan, bu qanaqa odamlar o'zi, bu farishta bo'lmasa, odam ham shunaqa bo'ladimi so'rashgan. Sizlar bu narsani qayerdan oldinglar? Sizlar ham odam, biz ham odammiz, sizlar boshqachasizlar desa, yo'q, biz ham odammiz. Sizlardan ortiqcha yerimiz yo'q, lekin biz musulmonmiz. Shuni dinimiz shuni aytadi bizga. Biz qilayotgan narsa o'zimizning shaxsiy fazilatimiz emas. Dinimiz bizni yo'llagan yo'l bu. Ko'rsatgan, demak, odob. Bunaqa bo'lsa biz ham musulmonlik bo'ldik deb, mana shuncha katta xalq musulmon bo'lib ketgan. Nafaqat Indoneziya, Tailandning janubiy tarafi, Filippinning yana bir qancha orollari, juda ko'p xalq faqat musulmon tojirlarni islom odobini go'zal tarzda namoyon qilishi asosida katta bir xalq, demak, musulmon bo'lib ketgan.